15 milliardga yaqin menimcha. 15 milliard do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek men Ayim Bobur va bu yana sizlar bilgan Beruniy narxlari. Bugun ko'rib turganingizdek biz rayonimizda yaqinda ochilgan bo'lishine qaramasdan ko'p shov-shuvlar sabab bo'lgan Kristal to'yxonasindamiz. Bu yerdagi narx-navo haqida hozir intervyu olamiz og'amizdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Jahongir. Jahongir aka, bizga hozir shu Kristal to'yxonasi haqida ma'lumot kerak. Savolimizga shatir-shutur javob berasiz. To'y ketib turibdi, vaqtimizni olmaymiz. Bo'ldi. Xo'p, Kristal to'yxonasida bir kun to'y berish necha so'm? To'yna qarab, sunnat to'y, qiziq lavuz arzonroq, to'y qimmatroq sal. Ya'ni kelin to'ylar 17 million. Oldin aytilgan 15 million aytiladi, undan keyin qo'shimcha bo'ldi. Bizlar ag'ayin tug'an vobshe xizmat etmaydi, 20 ofisantimiz bo'ladi. Keyin qo'shilgan narsa zolishka effekt, tutun, keyin g'allalar qo'shildi. Shuning hisobidan 17 million bo'ldi. G'alla o'zgartiribsiz. Reklam etmoqchi qizil edi. Uzoq bo'ldi. 17 millionga to'y berib o'tirman. Shuning ichida shu to'yxona tarafidan siz bizga nima shart-sharoit yaratib berasiz? Xizmat tarafi choy, samovarchi, ya'ni biz endi aytganda xizmat ofisant 20 dana. İçində emas. İçində ichkariga sirtqa yo'lgacha g'al to'shanlari, stolning ustida gullar bo'lama, sahnadagi gullar, sahna bezak, 3 dona monitor, sveta muzika, keyin bizda konditsioner emas, havolantirma motor qo'yilgan 5 dona. 2 minut ichida xalagan temperaturangizni aytib beramiz. Bu da ichida. Bu yerdan proyektni o'zi bu plan qachon boshlangan? Boshdan yuribsiz menimcha. Oqshom kelib qolmadingiz, to'g'rimi? Qachon boshlangan reja proyekt? 2 yil bo'ldi. Xo'p, to'yxonaga qancha rasxod ketgan? 15 milliardga yaqin menimcha. 15 milliard do'stlar. Kristal to'yxonasining eshituim bo'yicha bu yoqda do'kon bor. Yanında mo'yka ochdingiz. Qanday yangiliklar? Ağalarim bor, Ravshan akang, Oxun akang. Bizda glавный kirish bu yerga qarab qolmaganda, asosiy Qirg'izistonda odam ishlatadi, og'am, Oxun og'am. Planlar aptek solinotar. Kristal tenterdan yer olingan, bu yerga bowling, fitness, katta servis, furalar, polning o'qotan servis. Xudo xolasa. Ular ham stroykasi boshlandi. Ajoyib. Ya'ni endilikda siz quru Kristal nomi ostida to'yxona emas, bu yoqda Kristal do'kon, Kristal mo'yka, endilikda Kristal og'amiz aytib o'tganda Kristal bowling и servis hammasi bo'ladi. Ya'ni Kristal temasi hali uzoq davom etadi. Beruniyimizda nasib bo'lsa, ishlaringizga rivoj tilab qolamiz va keyingi videomizda sizga Nuning, yabram qaysi insonning qancha pul tovushi, nuga qancha pul ketgani qiziq. Siz shuni kommentga yozib qoldiring, har doimgidek gapingiz yerda qolmaydi. Va aytgancha Beruniy narxlari kanalına podpiska bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Beruniyning ichida ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Elimdan rahmat aytib qolaman. Like bosib qo'ysangiz, yana bir savob etgan bo'lasiz. Rahmat.